Assalomu alaykum. Men Omonov Bekzod Hasanovich 7 yillik tajribaga ega revmatolog kardiolog shifokorman. Hozirda Hilol Med Center klinikasida revmatolog shifokor bo'lib ishlab kelmoqdaman. Tajribam davomida mingdan ortiq tizza bo'g'imidagi og'riqlar bilan bezovta bo'lgan bemorlarni davolab kelganman. Tizza bo'g'imini og'rishiga sabab asosan yallig'lanish xarakteriga ega bo'lgan artrit kasalliklari va yallig'lanishsiz xarakterga ega bo'lgan tizza bo'g'imini tog'ayli qavatini degeneratsiyaga uchrashi bilan kechadigan artroz kasalliklari hisoblanadi. Artroz kasalligiga olib keladigan sabablar bular quyidagilar. Birinchisi ortiqcha vazn, ikkinchi tizza bo'g'imida moddalar almashinuvining buzilishi, uchinchi og'ir yuklarni ko'tarish, to'rtinchi tizza bo'g'imida kuzatiladigan har xil jarohatlar, travmalar, beshinchisi esa har xil yuqumli kasalliklarning oqibatida tizza bo'g'imini keyinchalik kuzatiladigan asoratli artroz kasalligi. Tizzadagi og'riqning keyingi sababi artrit kasalliklari. Artrit kasalliklari bemorda tizza bo'g'imida shish, qizarish, bo'g'im shaklini o'zgarishi, ya'ni deformatsiyaga uchrashi bilan kechadi. Artrit kasalligini kelib chiqishiga olib keladigan omillar bemorimiz zax, sovuq joyda yashasa, har xil yuqumli kasalliklarni o'tkazsa, ortiqcha tana vaznga ega bo'lsa, o'sha tizza bo'g'imi sohasida modda almashinuvining buzilishi natijasida yallig'lanish jarayonlari kelib chiqadi. Tizza og'rig'ini kelib chiqishiga olib keladigan keyingi sabab bu biz xalq tilida aytamiz, tizza bo'g'imda tuz yig'ilibdi, tizzam yurganimda g'ichir-g'ichir ovoz chiqara boshlayapti. Ushbu sabablarni ko'rsatamiz. Aslida tizza bo'g'imida tuz bo'lmaydi, shunchaki yallig'lanish mediatori o'sha sohalarda yallig'lanish mahsulotlari yig'ilib tuzli tugunga o'xshash mahsulotga o'xshab ko'rinadi. Buning sababi esa o'sha yallig'lanishning oqibatida tizzani ichida bo'ladigan tog'ayli qavatni degeneratsiyaga uchrashi va tog'ay qavatni yeyilgani hisobiga uni ostida joylashgan suyak qismini ochilib qolishi, suyak qism bir-biriga ishqalangani hisobiga qirsillagan ovoz chiqishi natijasida kelib chiqadi. Bu kasallik juda ham ko'p bemorlarda uchraydi. Asosan ayollarda erkaklarga nisbatan ko'proq uchraydi. Yosh jihatdan esa 40 yosh va undan yuqori bo'lgan bemorlarda kuzatiladi. Ko'pchilik bemorlarimizda o'sha tizza og'rig'iga sabab bo'ladigan artroz kasalligining asosiy klinik belgisi bu bemorlarda stulda yoki o'rindiqda o'tirgan paytda birdaniga o'rinlardan turish mahali kuzatiladigan start harakatdagi og'riqlar. Ya'ni tizza bo'g'imining orqa sohasida yurish mahalida tortish bilan kuzatiladigan og'riqlar bu klinik eng muhim bo'lgan belgi hisoblanadi. Agarda sizda tizza bo'g'imidagi og'riqlar, shish, qizarishlar bilan kechadigan shikoyatlar bo'lsa, men Omonov Bekzod Hasanovich 7 yillik tajribaga ega bo'lgan revmatolog shifokor sizlarga bepul konsultatsiya qilib beraman. Bepul konsultatsiyaga kelish uchun havolani to'ldiring va quyidagi raqamlarga bog'laning.